Qizlarjonlar, go'zallik kofta yubkamizdan keyingi go'zallik rangini qaranglar. Asalkaligini qaranglar buni qizlar. Sizlarni bitta joyga yig'ib qo'yadi-da, ozg'in ko'rsatadi qizlar. Bilasizlar, men bu yubka ozg'in ko'rsatadi. Koftasi, rubashkasi uzun bo'lganligi evaziga ham ozg'in ko'rinasizlar. Qizlar bular balshamerka razmerda kelgan. Standart 50 dan 54 gacha bo'lgan razmerlarga to'g'ri keladi qizlar. Qizlar, Pekin kofta yubkamizning narxini sizlar uchun 380 mingdan chiqarib qo'ydim. Zakaz berib qizlar olinglar. Soni unaqa ko'p emas. Tugab qoladi tezda. Qaranglar asalkaligini. Buni belida belbog'i yo'q qizlar. Men o'zi belbog'i bilan ko'rsatib beryapman. 48 kiyadiganlar ham mana shunaqa belini bog'lab kiysa bo'ladi. Xohlasanglar belini qo'yib yuborib kiysanglar ham svobodniy bo'lib tashab turadi, qaranglar. Asalka bo'lasizlar-yu qizlar, olinglar. Bunaqa kofta yubkalar ko'p kelmaydi bizga.